Assalomu alaykum hurmatli muxlis. Ertadan boshlab O'zbekistonda 10 kun davomida qanday ob-havo bo'ladi? Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kanal rivoji uchun o'z hissangizni qo'shganingizdan xursandmiz. Qani bo'lmasa boshladik. O'zbekistonda Toshkent misolida ertadan boshlab keyingi 10 kun davomida issiq va to'liq ochiq quyoshli ob-havo kutilmoqda. Yog'ingarchilik ehtimoli yo'q. Ertadan boshlab 17-avgustdan 26-avgustgacha kutilayotgan kunlik ob-havo ma'lumoti. 17-avgust dushanba kuni havo harorati kunduzi 36 daraja, kechasi esa 20 daraja. Ob-havo holati ochiq, havo quyoshli. Shamol tezligi esa 5 metr/sekund tezlikda bo'lishi mumkin. 18-avgust seshanba kuni havo harorati kunduzi 37 daraja bo'ladi, kechasi esa 23 daraja. Ob-havo holati ochiq, havo issiq. Shamol tezligi 601 metr/sekund bo'lishi mumkin. 19-avgust chorshanba kuni havo harorati kunduzi 38 daraja, kechasi esa 22 daraja bo'ladi. Ob-havo holati ochiq, havo juda issiq. Shamol tezligi 5 metr/sekunddan 10 metr/sekundgacha bo'lishi mumkin. 20-avgust payshanba kuni havo harorati kunduzi 37 daraja, kechqurun esa 23 daraja bo'ladi. Ob-havo holati ochiq, havo quyoshli. Shamol tezligi 4 metr/sekunddan 10 metr/sekundgacha bo'lishi mumkin. 21-avgust juma kuni havo harorati kunduzi 36 daraja, kechqurun esa +22 daraja. Havo holati ochiq, havo bo'ladi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda bo'lishi mumkin. 22-avgust shanba kuni havo harorati kunduzi 35 daraja, kechqurun esa 23 daraja bo'ladi. Havo holati quyosh charaqlaydi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23-avgust yakshanba kuni havo harorati kunduzi 36 daraja, kechqurun esa 23 daraja bo'ladi. Havo holati ochiq, havo musaffo osmon bo'ladi. 24-avgust dushanba kuni havo harorati kunduzi 39 daraja, kechqurun esa 24 daraja bo'ladi. Havo holati juda issiq va quyoshli. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esishi mumkin. 25-avgust seshanba kuni havo harorati kunduzi 38 daraja, kechqurun esa 24 daraja. Havo holati ochiq, havo musaffo osmon. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 26-avgust chorshanba kuni 39 daraja bo'ladi kunduz kuni, kechqurun esa 25 daraja. Havo holati ochiq, havo issiq. Umumiy xulosa: yog'ingarchilik 10 kun ichida yomg'ir yog'ishi ehtimoli 0% ga teng. Havo quruq bo'ladi. Eng issiq kunlar 19, 24 va 26-avgust kunlari harorat maksimal 38-39 darajagacha ko'tariladi. Tavsiya: kunduzgi soatlarda quyosh ultrabinafsha indeksi yuqori bo'lishi kutilmoqda. Shu sababli bosh kiyim va quyoshdan himoyalanuvchi vositalardan foydalanish tavsiya qilinadi. O'zbekistonning barcha hududlarida ertadan boshlab keyingi 10 kun davomida 17-avgustdan 26-avgustgacha barqaror issiq va quruq, asosan quyoshli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Respublika bo'yicha jiddiy yog'ingarchilik ehtimoli deyarli yo'q. Viloyatlar, markaziy shaharlar kesimida 10 kunlik o'rtacha havo harorat prognozi. Hududlar bo'yicha 10 kunlik ob-havo prognozi. Toshkent shahri va viloyati havo harorati kunduzi 35-39 daraja, kechqurun esa 20-25 daraja. Ob-havo holati ochiq, havo juda issiq. Farg'ona, Andijon, Namangan ob-havo harorati kunduzi 32-38 daraja, kechqurun esa 19-25 daraja. Havo holati quyoshli, vaqti bilan shamol bo'lish ehtimoli bor. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo harorati 31 daraja, 37 daraja bo'ladi, kechqurun esa 19-23 daraja. Ob-havo holati mo'tadil issiq, ochiq havo. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ob-havo harorati kunduzi 36-41 daraja, kechqurun esa 21-26 daraja bo'ladi. Ob-havo holati jazirama issiq, quyosh charaqlaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ob-havo harorati kunduzi 38-43 daraja, kechqurun esa 23-28 daraja bo'ladi. Ob-havo holati eng issiq hudud. Quruq shamol.
Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasi ob-havo harorati kunduzi 34-39 daraja, kechqurun esa 18-23 daraja. Ob-havo holati ochiq havo, kechalari nisbatan salqin. Muhim ob-havo tendensiyalari. Eng yuqori harorat sanoqli kunlarda janubiy va cho'l hududlarda Termiz, Buxoro harorat 41-43 darajagacha ko'tariladi. Yog'ingarchilik respublika bo'ylab avgust oyi 3 kun xos bo'lgan o'ta quruq iqlim saqlanib qoladi. Yomg'ir ehtimoli 0,5%. Kutilmagan o'zgarish 21-23 avgust kunlari respublika bo'ylab harorat biroz pasayishi va 3-4 darajaga va tog' oldi hududlarda shamol tezlanishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.